Ommaviy axborot vositalari vakillari, blogerlar, ekologiya sohasi mutaxassislari hamda loyiha ishlab chiqaruvchilari ishtirok etgan matbuot anjumani atrof muhitga ta'sirini baholashning yangi mexanizmlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror mazmun-mohiyatiga bag'ishlandi. Unda qarorning mazmun-mohiyati va yangi tizimning asosiy afzalliklari haqida mutaxassislar batafsil ma'lumot berdilar. Atrof muhitga ta'sirini baholash tizimida joriy etilayotgan yangi mexanizmlar, ularning amaliy ahamiyati va ekologik xavflarni oldindan aniqlash masalalariga ham e'tibor qaratildi. Screening scoping tizimi asosan bu birinchi etapda o'sha korxonalarda zarurat bormi yo'qmi, ekologik xavf bormi yo'qligini aniqlash. O'sha tadbirkorning vaqtini olmasligi uchun uni mablag'ini tejash maqsadida o'tkaziladi. Agar unga haqiqatan ham xavflilik darajasi bo'lsa, u ekologik ekspertiza xulosasi olish uchun scoping tizimiga o'tkaziladi. Xavflilik darajasi bo'lmasa agar uni screening tizimida xat orqali unga hech qanaqa to'lovsiz va bir kun muddatda unga javob xati bilan masalaga yondashiladi. Loyihalarning atrof muhitga ehtimoliy ta'siri dastlabki bosqichda aniqlanadi. Shuningdek, anjumanda ekologik baholash jarayonida uglerod izi va issiqxona gazlari emissiyasini hisobga olish, jamoatchilik ishtirokini ta'minlash hamda loyiha ishlab chiquvchilarning mas'uliyatini kuchaytirish nazarda tutilgani va yangi mexanizmlar tadbirkorlar uchun ham qator qulayliklarni yaratishi ta'kidlab o'tildi. Jumladan, ekologik ekspertizaga elektron murojaat qilish imkoniyati kengaytiriladi. Oldingi jamoatchilik ekologik ekspertiza degan masala yo'q edi. Bugun faqat davlat ekologik ekspertizasi bo'lishi kerak. Bundan tashqari, qaysidir tadbirkor bizning xulosalarimizga norozi bo'lsa yoki xohlamasa, borib o'zi ekologik ekspertizani o'tkazib taqdim etishi mumkin. Loyihalarga qo'yiladigan talablar yanada aniq va tushunarli shaklga keltiriladi. Ochiq reyting tizimi orqali ishonchli loyiha ishlab chiquvchilarning tanlash imkoniyati yaratiladi. Bu esa jarayonlarning shaffofligini ta'minlash, ortiqcha vaqt va xarajatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, yangi yondashuvning asosiy maqsadi tadbirkorlik faoliyatiga ortiqcha cheklovlar yaratish emas, balki ekologik xavflarni loyiha amalga oshirilishidan oldin aniqlash va boshqarish, davlat xizmatlari shaffofligini oshirish hamda iqtisodiy rivojlanish va ekologik barqarorlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashdan iborat. Bu kun Asrzoda Rajabboyeva, Bekzodjon Zokirov, Toshkent.